Kundalik zikr. Abu Muso Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga jannat xazinalaridan birini senga aytaymi dedilar. Men ha, ey Allohning rasuli dedim. Shunda u zot la havla va la quvvata illa billah ni ayt. Chunki u jannat xazinalaridandir dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Eslatma. Ba'zi birodarlarimizdan ushbu zikrni kuniga necha marta aytishimiz kerak degan savol bo'lishi tabiiydir. Bunga javoban shuni aytamizki, garchi ushbu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu zikrning aytilishida ma'lum bir adadni aytmagan bo'lsalar-da, biroq bu kalimalar jannat xazinalaridan bo'lganligi uchun uni qancha ko'p aytsak, jannatga bo'lgan umidvorlik hissimiz ham shuncha ziyoda bo'laveradi. Inshaalloh. La havla va la quvvata illa billah.